Svachkandan ber. O'zi bitta. Mani sigaretimdan so'rasang bitta o'zi demayman-ku. Bir marta so'ragan sigaretni minnat qilyapsanmi o'zi? Qo'y, men gapirmayman, minnatga kirib qola hozir. Nima yeb qo'ygan joyim bor senda? Gapir. O'tgan hafta obedga kirganimizda o'zingga ovqat olmadingda, meni beshtekisini yeb o'tirding. Gapirmayapmanmi? Voy! Menga qara, o yoshligimizda maktabda metallon yurganda uyimizga kelib traktor diskasini olib ketgansiz, o'shani minnat qilganim yo'q. Endi sen tanlaysan, qarab tur. Boshqa holatlar, tug'ilgan kun, yozgi ta'til. Nima bo'lgan ta'tilda? Nima bo'lgan? Endi eshit. Yurtga cho'milgan boramiz deganda, tursigim yo'q degansan, uydan bitta qizil tursiq olib chiqib berganmanmi? Beraymi o'shani? Beraymi, yech beraymi? Ya qarang yursan, ha? Kerak emas qilmaydi endi menga. Menga qara, tug'ilgan kunim bo'lgan 7-sinfda esingdami? Hamma sinfdoshi sovg'a olib kelgan, sen quruq kelib tur, tortimdan yeb ketgansan, o'shani minnat qilganim yo'q. Sovg'a deganingga qara. Men tug'ilgan kunimda lazer olib berishgan yangi. O'shani bitta yoqaydigansan. Menga berganman-ku, bitta yoqqansan. Gap yo'q. Yoshligimizda slansi chiqib ketganda uydan niqob chiqib berganman, qoqib olgansan. O'shani qanday minnat qilganim yo'q. Voy dani. Endi qara, o'ra bor-ku, vohalilar do'cha deydi. O'shani terib kelgansan yeydi. Uydan tuzni olib chiqqanmanmi? Mana qara. Katta bolalar bir-biriga minnat qilib o'tiribdi, deytskilar. Men senga shuncha yaxshilik qilib, biron marta minnat qilmaganman-ku. Nima yaxshilik qiluvding? Esingda yo'qmi? Uyingda yong'oq qoqqan paytimiz o'zing cho'p olib kelganman. Bo'lmasa nimada qoqarding?